Ha, bugun Realda yirkansanlar ya. Mana onu karillashini qara qo'yag'ini. El Klasiko'ni senikida ko'ramizmi? Meni kampirim serial ko'ryapti. Meni televizorim ham vijir-vijir qiladi-da. Bo'pti, yur, ashinikida ko'ramiz. Ya assalomu alaykum. Otam aytdi, o'pib keyin kirarkansizlar. Sizlarkida ko'rsang, unaqa uslovlar qo'yvormanglar. Makkanjo'ra, sizgida El Klasiko ko'raylik deb keldik-da. Kelinglar. Samamni ushlab tur. Ko'tar deb bora. O qara, tep. O qara do. Ha, uzr. Sizgida ko'ryapmiz, ha? Tep. Gol! Ajora 1-1 bo'ldi. Televizor yo'q ekan deb xorlab tashlash kerak emas-ku. Va qarasa o'shanini. Yo'q, jim o'tiribmiz mana. Tomosha qilib. Tur yo'qalik keling. Savdo o'tirmalari, kirlari. To'g'rilab qo'ying. Mag'ossali. Ammo kapelnisingizga Flavisni ulab qo'ydi. 7 yoshdan 70 yoshgacha ichyapti. Trenddagi suvda. Kam qonsizlarda shuncha anorligini ulab qo'ydim. Yaxshiroq o'ynaysizlar, qon ko'paytiradi. Mana shular, mana Real Madrid hamda Barcelona, El Clasico. Ana Mbappe, Jamaliddin, o'zbekchasiga Qamariddin. Hakam o'zimiz Anjalli Makkanjo'ra. Oma aytib qo'y. Mososramasdan o'ynash. Oyoqqa tepish yo'q. Tepgandan keyin deyishmagin menga. Mujikcha o'yin bo'lsin. Tur yo'qol. Mo'tarab tutsa sen o'ynaysan, mo'tarab tutsa sen o'ynaysan. Xullas qo'yyag'i. O'zim boshlab beraman. Qanaqa ketdi? O'zi Anjalilar tepsa zaminga chiqib ketadi. Masdan telefon qilishyapti. Ha, bizni to'pimiz edi, teforinglar. Bo'ldi, tushyapti. Azizlar, o'yin boshlandi. Ana, maktab bolasini chalishdi. Yo, men koptok o'ynadim. Men var ko'raman, men varga ishonaman. Ha, videoni qo'yib yuboringlar. Bu sensor emasmi? Nagli penalti-yu. Penalti! Mono qo'yasizda, dava bigon bilan zangil bo'l. Top qasda, Rafinha zarba, gol! Yigit futbolchi bo'ladi. Tuyoqa, chiqib qon qilding. Aptami kuydirib, nozlana. Ikkinchi taym boshlandi azizlar. Top bilan Mbappe. Penalti a favor Real Madrid. Ana xolos, boshlovchi yo'q, mendek shtrap qildi, kundek. Top lopida Mbappe, zarba, gol! Ana, tuyoqchilar shousi bo'lyapti azizlar. O'yin 1-1 hisobida yakunlandi. Kelish endi bitta rasmga tushib qo'yaylik. Senlar futbol o'ynaysanlar, ana tashinchasi itmishi bo'ladi.